Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Azilkash do'stlarim, suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, gohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan uloq shapaloq. Tinchlikmi? Sizdan so'rash kerak, tinchlikmi yo'qmi deb. Ha? Bu nima qilganingiz? Amma sizni yo'lda to'xtatdim, ha? Parvoyingiz palak, tezlikni oshirib bosib yordingiz. Nima, orqangizdan kelib majburlab to'xtatishimiz shartmi sizni? Hamma sizlar to'xtatdi deb o'ylaganim yo'q. Nima deb o'yladingiz bo'lmasa? Men sizlarni assalomu alaykum hokim buva deb ches beryapti deb o'yladim. Haligi haqiqatan ham shunday hokim buva, assalomu alaykum dedik, to'xtatmadik. Nimaga meni ortimdan quvlab kelib to'xtatyapsizlar unda? Haligi yo'lda yamalar ko'p, haligi unqur-chunqur yo'llar ko'pda, o'shanga ogohlantiraylik deb ortingizdan keldik, hokim buva. Ha, endi bu tumani yamalarni manchalik hech kim bilmaydi-yu. To'g'ri. Uzr. Mashinani yaxshilab eslab qo'ygin. O'g'lim ham haydashi mumkin. Xo'p bo'ladi, hokim buva. Bayram dasturxoniga senga nima yuklatilgan edi? Tovuq yuklatilgandi, xo'jayin. Olib kelgan tovuqni ko'rdingmi o'zing? Ha, ko'rdim, nima qildi? Terisi, suyagidan boshqa hech nima yo'q. O'rtoq boshliq, nima siz patriyam yemoqchimidingiz? Nima sen boshqalarning oldida meni sharmanda qilmoqchimiding? Ha, yo'q, unday emas, Bilaman. Sen meni yomon ko'rasan. Go'rimga g'ish qalash uchun o'limimni kutyapsan. Ya unaqa demang, xo'jayin. Bu bo'lmagan gap, Navbatda turishga umuman toqatim yo'q. Xo'sh qizim, keling, nima xizmat? Menga moddiy yordam kerak. Moddiy yordam? Ha. Ha, biron joyda ishlaysizmi o'zi? Yo'q. Ishlamaysizmi? Yo'q. Ha, eringiz bormi? Ha, bor. Ishlaydimi biron joyda? Ishlaydi. 3 oy bo'ldi. Aroq vino zavodiga ishga kirganiga. Ha, oyligi yaxshimi? Bilmasam. Ha, nega bilmaysiz? Ishga kirgandan beri hali uyga kelgani yo'q. Ya. Behruzjon, tepaga intilish kerak, tepaga. Nima bor tepada? Tepadagilar bilganini qiladi. Endi tushundingmi? Rosti tushunmadim aka. Abba, menga qara. Halakat. Ko'rdingmi? Qushlar ham tepada, bilganini qilyapti. Endi tushundim. Doktor, ayollarni ishonish darajasini bilasizmi? Yo'q. Bilmaysiz-da. Men bilaman. Aytingchi? Ayollar eshitganlariga 65%, ko'rganlariga 13% ishonadi. Ko'rmasdan, eshitmasdan miyasida to'qiganlarga esa 99% ishonar ekan. Hazır.
Iltimos bemor, kasallik haqida gaplashaylik. Hop. To'g'risini ayting. Kasalim shunchalik og'irmi? Qanday tushuntirsam ekan, ha? Sizga bundan keyin uzoq muddat davom etadigan seriallarni ko'rmaslikni tavsiya qilaman. Hazil. Assalomu alaykum otam. Va alaykum assalom. Ha bir yo'qlab kelibsiz-da? Ha, bir xabar olay dedim. Ha yaxshi, keling. Xo'sh, nima gaplar otam? Ha, tinchlik o'g'lim. Endi mana ikkita o'g'ling bor. Ishing yaxshi, obro'ying yaxshi. Bu deyman, qachongacha bu ikki xonali uyda o'tirasan? Bir hovliga chiqmaysanmi? O'zim ham shu maqsad yo'lida yuribman. Xudo xolasa hovliga ko'chamiz. Ha? Unda qachon olmoqchisan hovlini? Endi hovli olaman. Shu yaqinda tumanimizda bitta ko'prik qurilishi boshlanadi-da. Xo'sh. O'shani hamma xat hujjatlari tayyor bo'lsin, keyin hovliga ko'chaman. Hovliga chiqishingni ko'prikka nima aloqasi bor? Ey otam soddasizda. Men oladigan uyni puli ko'prikni tagida. Ha? Yaxshi. Hujjatlaringiz hammasi joyida, hurmatli fuqaro. Lekin mashinangizni qarang. Juda ham bir bomban tagida qolganga o'xshab chang bosib, kir bosib ketibdi. Buni bir yuvib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bu mashina ham mehr talab axir. Ammo oynalaringizdan hech narsa ko'rinmayapti-ku. 3 kundan keyin yuvarman. Nimaga 3 kundan keyin? Xotinim ko'zoynagimni sindirib qo'yuvdi. 3 kundan keyin tayyor bo'lar ekan. Hozir yuvganim foydasi yo'q, ko'zim ko'rmaydi-yu baribir. Yo'q. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom. Hormang, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi dam olib kelding. Rahmat. Qalay bo'ldi shanba, yakshanba? Zo'r bo'ldi. Bitta miltiqni oldim-da, Xo'sh. o'rmonga ovga bordim. Ovga? Hali sen ovchi hammisan? Ha, yo'q, ovchi emasman. Birinchi marta chiqishim ovga. Xo'sh, qanday bo'ldi? Endi hech narsa chiqmadi. Hep oldimdan bir echki o'tib ketdi. Ha, ana shu echkini otmadingmi? Uy hayvoni-ku. Qanaqa uy hayvoni? O'rmon bo'lgandan keyin hamma narsa yovvoyida, otish kerak edi. Tushunarli. O'rmondagi hamma narsa demak yovvoyi ekan-da. Ha, yovvoyi. Bo'ldi, kelasi safar otaman. Charchamang. Bo'pti. Mayli, yaxshi. Otaxon, qalaysiz? Yaxshimisan? Charchamayapsizmi? Kecha ovga bordim. Otdim. Otdim. Otdingmi? Yasha, nimani otding? Yovvoyi ayolni. Nima? Ha? Madura. Ha? Yangi eshitdingizmi? Eshitmagan qolmadi-yu aka, ahvolni qarang. Hamma yoq rasvo bo'libdi-yu. Nima bo'lar ekan sakrasheniyasi? Ha. Nima gap? Tinchlikmi? Uncha xomishsanlar. Tinchlik emas-da, hamma yoq to's-to'polon bo'lib yotibdi-yu, ko'rmayapsizmi? Nima to's-to'polon? Sakrasheniya kelibdi-yu, xabaringiz yo'qmi? Shunga endi biz ham ishdan bo'shatib yuborsak, qayerga boramiz, nima qilamiz? Odam xavotirda. Yigitlar, boshliq xotini bilan ajrashyapti. O'zini qaynalarini bo'shatyapti. Buni senlar bilan menga aloqasi yo'q? Zo'robki. Men gullar nimaga sug'ormading? Yo'q. Sug'orib, yaxshilab qarab qo'ying. Gazollarni ham sug'orib o'rib qo'ygin. Shundaymi? Xo'p bo'ladi, boyata. Daraxtdan shox shabbat tushyapti. Hamlar tozalab qo'ying shox tushsa. Xo'p bo'ladi, bajaramiz, boyata. Xo'p. Mashinani nimaga yuvmading? Boyata, bu mashinani yuv deb aytmadingiz-ku? Hamma narsani aytaveraman men senga. Nimaga ish olganman o'zi sen? Bo'ldi, bajaramiz. Bir minut. Xo'sh. Sizni shuncha boylik to'plashingizni siri nimada?
hayotda pul muhim emasligiga ishonishda. Siz pul muhim emasligiga ishonib shuncha boylik orttirdingizmi? Qo'l ostimdagi xodimlarni pul muhim emasligiga ishontira oldim. A? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Uzr endi. Ammo stolim bardak bo'lib yotibdi. Yig'ishtirishga vaqt bo'lmadi ish ko'pligidan. Nima, kotibang yo'qmi? Yig'ishtiradigan. Kotibam bor. Kotibang qilsin, tartibga solib qo'ysin hammasini. Gap shundaki, kotibamga uylanganman. Ha, mayli. Men oldinga kelishimdan maqsad shundan iboratki, Xo'sh. agar xabaring bo'lsa, hokimi birinchi o'rinbosari lavozimi bo'shadi. Ana shu lavozimga seni tavsiya qilmoqchimiz. Nima deysan? Albatta, ajoyib lavozim. Juda yaxshi, hamma orzu qiladigan. Lekin yoshman-da hali. Nima qilib yosh bo'lsang? Endi qamalib ketishdan qo'rqaman. Dadasi, men Antaliyaga dam olishga bormoqchiman. Xo'p, keyinchi? U yerda faqat siz haqingizda o'ylayman. Mendan zinhor xavotir olmang. Mana qara, gapni ko'paytirma. Undan ko'ra ikkalamiz uyda o'tirib Antaliya haqida o'ylay qolaylik. Sizdan xafaman. Menga gapirmang. Qo'y, xafa bo'lma. Yana bir og'iz gapirsangiz, oyimnikiga ketaman. Aniqmi? Ha? Menga qara Sarvar. Bergan topshiriqlar hammasini bajardingmi? Ha, bajardim. Ha, o'tlarni yulib, tekislab qo'ydingmi? Ha, o'tlarni yuldim. Keyin bu tomonda gazonlarni o'rib chiroyli qilib qo'ydim. Gullar bor edi-ku. Shuni tagini chopib, suv qo'yib qo'ydim, daraxtlarni putab qo'ydim. Daraxtlar putab, chiroyli qilib. Yerni ham chopib qo'ydingmi? Chopib qo'ydim, chiroyli qilib. Ha, yaxshi. Ana u chiqindilarni ham chiqarib tashlagan bo'lsang kerak, ha? Kechirasiz xo'jayin. Shu esdan chiqib ketibdi-da. Hey, qanaqasiga esingdan chiqadi, ha? Bir haftadan beri nima ish qilib yursan o'zi? Kechirasiz, qilib qo'yaman. Qanaqa odamsan o'zi, ha? Mana bu seni odam qilaman deb men sochlarim oqarib ketdi. Nimaga baqirasiz, xo'jayin? Shukr qiling. Nega shukr qilaman? Meni odam qilaman deb nechta ustozim o'lib ketgan. Ha? Sen bilan hamma gapni gaplashib olgandik-ku. Nima edi dadangni yetaklab kelding? Kuyov, nima ma'no bu? To'ydan oldin va'dalar boshqacha edi-yu. O'laman, kuyaman, shu qizingizni baxtli qilaman degan. Nima bu tezda o'zgarib qoldingiz? Tushunmadim. To'g'ri. Men ham bilmadim-da, bunaqa tez ishdan bo'shab ketishingizni. Qalay, mahallamiz yoqdimi? Yoqdi. Juda chiroyli, ozoda mahalla ekan. Shunday. Odamlari ham yaxshi. Gullar, daraxtlar ekilgan ekan. Juda chiroyli. Boshqa mahallalar ham o'rnak olsin. Men ham shuni aytaman, hammaga aytaman, uyma-uy kirib aytaman, bizdan o'rnak olsin deb. Ayniqsa men bu asfaltga qoyil qoldim. Juda chiroyli asfalt bo'pti. Bu asfalt qayerga olib boradi? Bu asfalt to'g'ri yo'l qurilishini boshlig'ining uyiga olib boradi. Shu mahallada yashaydimi? Unda tushunarli. Doktor, mazam bo'lmayapti. Bilaman, siz meni kasalimsiz.
Kasalimsiz demang. Bemorimsiz deng, bemorimsiz. Nima farqi bor? Kasal, bemor, hammasi ichkilikdan. Ming marta aytaman, ichmang deb. Ichmasangiz umringizni uzaytirgan bo'lasiz. To'g'ri aytasiz, doktor. Bir hafta ichmagan edim, bir yildek tuyulib ketdi. O'zi qaysi paytlarda ichasiz? Manmi? To'yda yoki hammomda ichaman. Bu qachon bo'ladi? Har kuni uyga borib xotinimdan so'rayman. Bugun to'y bormi deb. Xotinim yo'q desa, unda men hammomga ketdim deb hammomda ichaman. Menga qara. Bilishimga qaraganda hamma qilmishlarni, jinoyatlarni o'z bo'yningga olayotganmisan? Ha, shunday. Sen bu narsani o'z xohishing bilan bo'yningga olyapsanmi? Ha, bo'ynimga olaman. Demak, bular aybdor emas, sen aybdorsan. Yo'q. Bular aybdor emas. Mana men aybdor. O'ylab ko'r bola. O'ynashma. Nimani o'ylab ko'radi? Aybdorman deyapti-ku, to'g'rimi? To'g'ri, aybdor-ku. O'yniga olyapti-ku. Ha, mana bular aytayapti-ku, aybdorman. Buni ortidan seni nima kutayotganini bilasanmi? Ha, bilaman. Nima kutyapti? 2 xonali uy bilan bitta jentra. Ha? Bular va'da qilishdi. Bugun kechga choyxonaga borish esdan chiqmasin, xo'pmi? Albatta. O'zida nima gaplar? Endi bir maslahatingiz kerak bo'lib qoldi Hasan aka. Qanaqa maslahat? Shu mashina olmoqchi edim. Yaxshi narsa-yu. Elektromobil olsammikan yo o'zimiz boshlatib olsammikan? Nima maslahat berasiz? O'zimiz mashina yo elektromobil? Endichi bitta maslahatim bor-da. Bordi-yu siz elektromobil oladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni o'sha mashinaga sadoqatli ekanligingizni bildirasiz. Sabab? Sabab u mashinani olganingizdan keyin hech kimga sota olmaysiz-da. Havo ham aynib ketyapti, qarang. Sinoptiklar ham doim noto'g'ri gapiradi. Sinoptiklar-ku to'g'ri gapiradi. Shu ob-havo ular gapiga kirmaydi-da aka. Ya. Gap. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Va alaykum assalom. Ha, Hasan aka, nevarali bo'libsiz, tabriklaymiz. Rahmat. Ha, bu nevarani sharofatiga qo'ni-qo'shni yaqinlar yig'ib choyxonada bir haq berayotganimisiz? Ha, to'g'ri, haq beryapman. Ha, bizni eshitmadik-ku, bizni bir og'iz aytmabsiz. Nima? Bizni eshik qisganmidi? Ha, endi pendi demang aka. Biz ham yer qator bir sovg'a ko'tarib boramiz. Bilaman sovg'angni. Bir dona pampers ko'tarib borasan-u, bitta kravat pulni ichib ketasan. Ko'rdingmi? Xo'sh, kechalar qanday uxlayapsiz? Qanaqa uxlardim? Spalda oyog'im yechib, pijamada uxlayman-da. Nima bo'ldi? Qorningiz og'riyaptimi? Nima bo'lganini bilish sizning vazifangiz. Unday bo'lsa, menga yarim soat vaqt bering. Nimaga? Yaqin o'rtog'im mol doktori, uni chaqirtiraman. Nega uni chaqirasiz? Faqat ugina bemorning shikoyatini eshitmasdan tashxis qo'ya oladi. Xo'sh, keling. Sizni chaqirtirganimni sababi men yozgan yangi kitobni o'qidingizmi? O'qidim. Endi bunday kitob o'qimay bo'ladimi, xo'jayin? Yaxshi. Ya, to'g'risini ayting, qanday chiqibdi? Maza qildim. Yaqin o'rtada bunaqa mazax kitob o'qimagandim. Zo'r yozilgan ekan. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, kayfiyatlar qalay? Yaxshi rahmat o'g'lim. Kecha o'zim yozgan kitobni sizga sovg'a qilib,
berib yuborgandim. Qanday bo'pti? Ha, oldim, o'qib chiqdim. Yaxshi, juda yaxshi ekan. Menga yoqdi. Ha, aynan shu yoshlarbob, ma'noli bir ibratli kitob ekan. Nevaralaringga ham o'qitinglar deb aytdim o'g'illarimga. Otaxon, endi ko'p uzoqdan olib qochmangda. Menga aniq javob bering. Kitob sizga yoqdimi yoki yoqmadimi? Yoqdi deyapman-ku sizga, yoqdi. Anchadan beri bunaqa kitob o'qimagan edim o'zi. Rahmat, otaxon. Xo'sh, qalaysiz endi? Haligi birinchi bo'lib biz yozgan kitobni bizga bering dedingiz. Ha, birinchi sizga berdik. Xo'sh, qalay bo'ldi? O'qidim. Juda mukammal yozilgan. Faktlar ham yetarli. Ha. Endi kitob yoqdimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. Siz yozasiz, bizga yoqmaydimi, xo'jayin? Ha, balli. Targ'ibotni boshlang. Xo'p bo'ladi. Qayerda yuribsan? Ha? Nega telefoning o'chgan? Ha? Haligi o'chib qopti-da. Yoqib qo'ysang bo'lmaydimi? Kitobni o'qidingmi? Qaysi kitobni? Voy, landavur. Men yozgan kitobni o'qidingmi? O'zi rostini aytay boshliq, umuman kitob o'qimayman. Lekin siz yozgan kitobni o'qidim. Yo'q, qanday bo'pti? Dahshat. Dahshat. Bir o'tirishda o'qib chiqdim. Yo'q. Ha, bunaqa kitob o'qimaganman. Menimcha bundan keyin ham o'qimasam kerak. Yoqdimi, yo'qmi? Shuni ayt. Yoqdi. Yoqdi. Xotinimdan ko'ra sizning kitobingiz ko'proq yoqdi menga. Rahmat. Qani, telefoning yoqda. Tez qolgan ishlarni bajar. Xo'p bo'ladi. Ana, kitobni hamma o'qib chiqdi, hammaga yoqdi. Nahotki men shunday yozgan bo'lsam. O'zim bir o'qib chiqib qo'yishim kerak ekanda. Do'stlarim, suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan o'loq shapaloq.